Assalomu alaykum. Bugun mana bitta nuqta chiqarishni ko'rsatib beraman. Hozir mana birinchi nuqta pachoqni qilib chiqaramiz. Mana bitta nuqta bo'ldi. Bu отдельный. Nuqta bu sentrga kirgan. Buni sentrini ko'tarilsa pachoq o'zi chiqadi. Bunga rezinka bolg'a bilan urdim. Buni sentri bunga nisbatan sal ob'yomliroq, kattaroq. O'shanisida farq qiladi. Bu tezroq bo'ladi, bu sekinroq bo'ladi. Tashlik chap qo'limizda bo'ladi. O'ng qo'lda mana shunday. Chap qo'lingizni chap qo'lsiz o'ziga moslab shunday ushalib bosiladi. Eng qulay variant shu. Meni fikrimga kim qanaqa ishlatadi bilmadim. Velosipeddan solamiz mana. Bunga to'g'rilanadi. Sentriga to'g'rilanganligini bilishlik uchun instrumentni ko'tarsangiz o'sha tochka tekis bo'lib ko'tariladi. Agar tekis bo'lib ko'tarilmasa lampada, demak siz boshqa joyga ko'tarayotgan bo'lasiz. Hozir ham mana ko'rsataman. Mana. Ko'rdinglar mana. Agar sentrini ko'tarsanglar, lampaning shakli shunaqa narsaga o'zgaradi. Işte yengil ko'tarib qo'ysanglar. Bo'ldi, 300 ming yes. Yonini sal qo'shib qo'yiladi bo'ldi. Endi ikkinchi pachoqqa o'tamiz. Ko'ryapsizmi ikkinchi pachoq? Ikkinchi pachoqqa bunga nisbatan sal sentri sal kattaligini hisobiga sentri sal ozgina vaqt ketadi. Ko'proq ishlanadi demoqchiman. Mana bitta, ikkita, uchta qilib. Shunaqa qilib sekin-sekin chiqariladi mana. Ko'rdinglar? Assalomu alaykum. Bugun lampani qanday ustunovka qilish va instrumentlarni qanday ko'tarishligini va pachoqlarning farqlarini, tochkalarini imkon qadar batafsilroq qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana oddiy bitta nuqta, ikkinchisi bir xil, uchalasi bir xil, sal chuqurroqdan bo'lgan. Uzoqroq qolgan. Endi ikkita mana rezinka bolg'ada urildi. Rezinka bolg'ada urilganligi ichidagi sentri sal ob'yomliroq ezildi. Ikkalasinikiga buni xullas shunaqa ish qilingan ekanda, lampani uzoqligi qilib turgan joyimizdan 1 metrdan uzunroq bo'lishi kerak. 1.20 masofa, 1.5 metrgacha masofa uzoqroq bo'lishi kerak. Balandligi 45-50 santimetr bo'ladi. Shu ko'rib turganlardek. Mana hozir lampaning tushishini ko'rsataman sizlarga. Mana o'rtadagi lampa tushyapti. Mana orqadagi. Mana birinchisi. Lampani yaqinroq olib kelinganda ko'ringan holati. Ammo katta miyatinaniki yaxshi ko'rinyapti, lekin bu kichkinaniki deyarli yaxshi ko'rinmayapti. Sentrlari mana. Ko'ryapsizmi mana? Obor. Mana uzoqlashgan sari oralari yaxshi ko'rinyapti. Mana soyasi tushyapti, mana ko'rib turibsizlar. Sentrga yetib borganda sekin qo'shiladi mana. Bitta, ikkita, 3ta 4 martada chiqadi. Nimaga desanglar, buni instrumentni uchini ko'targanlarda o'zi bitta ko'tarilganda bu ninani
ingichkaligidaqa iz bilan ko'tariladi. Mana buni qattiq ko'tarilgan iz. O'zi asli bundan ham ingichka ko'tariladi. O'shani hisobiga o'sha nuqtada ham 2-3 marta ko'tariladi sentri. Bularda bittada ko'tarsa chiqadi. Chunki sentri ingichka bo'lib kirgan. 5-6 marta ko'tarilyapti. Chunki ash instrument bitta ko'targanda hattoki shunaqa darajada ham chiqarmaydi-da, bundan kichikroq iz bilan chiqaradi. O'shani hisobiga. Agar shunaqa iz bilan chiqarganda, ammo nuqtani bitta ko'targanda bittasida chiqib qolasizlar. O'shani hisobiga 5-6 marta ko'tariladi. Mana deyarli chiqdi bunisi. Endi bunisi mana eng kichkina, bu bitta yoki ikkitada chiqib ketadi o'zi, mana sentriga olib boriladi mana. Mana instrumentni ko'ryapsizlar, ko'rinyapti mana ekan. Ko'rinyapti mana sentriga olib kelgandan keyin mana bitta itardik, o'sha deyarli chiqib kiradi, ushalib, pastga bosilib ishlanadi mana. Men xuddi shu turganimdaqa sekin bossanglar mana asta sekinlik bilan aylanib chapga, o'ngga, tepaga zo'r bo'lsa yaxshi. Mana xudo xolasa, uchalasi chiqdi. Endi ikkita kattasi qoldi, rezinka bog'lab urganim. Bo'ldi, rezinka bog'lab urganda, agar do'stib ochiq joy bo'ladigan bo'lsa, instrument kuruchada ko'tarib qo'ygan ma'qul. Agarda bunaqa joy stoykada yoki yopiq ikki qavatli joylar bo'ladigan bo'lsa, xalodnikilar yoki garajnikilarda chiqargan afzal. Lekin ochiq pustoy bo'ladigan bo'lsa, bularga kerak shart emas. Kuruchoy tushirib turib, kuruchoyda qilib qo'ygan ancha ma'qul. Mana hozir ko'rsataman, ko'rasizlar. Sentriga olib borib, sekin-sekin xuddi mana kichkina nuqtani buncha kattaroq varianti. Ko'proq ko'tariladi sentri. Ko'rib turibsizlar, tarzda chiqaveradi. Mana o'sha ikkinchi nuqta ham deyarli yo'q bo'ldi. Hammaga assalomu alaykum. Bugun chiziq pachoqni qanday to'g'ri boshlashlik haqida ozgina tushuntirib o'taman. Mana hozir 3 ta chiziq chizdik. Chiziqni ko'tarayotganda birinchi bo'lib lampani shu chiziqqa moslab qo'yiladi. Mana birinchida turgan bu chiziq, ikkinchi chiziqqa lampa hozir to'g'ri turibdi. Agar mabodo chiziq bunaqasiga ketgan bo'lsa, lampani bunday qo'yib ishlanadi. Yoki bunaqasiga qo'yilgan, chizilgan bo'lsa, lampa ham shunday qo'yiladi. Chiziq qanaqa shaklda bo'lsa, lampa ham o'shanga qarama-qarshi bo'lib, shu yo'li bilan bir xil bitta qilib qo'yiladi. Mana chiziqni bir chekkadan boshlab, xuddi mana buni nuqtani ko'tarishni ko'rsatganimdek bunaqa tarzda ko'tariladi. Xohlasangiz chapdan o'ngga, xohlasangiz o'ngdan chapga qilib bir marta ko'tarilgandan keyin lampani обязательно yoki bu tomonga qo'yib yoki bu tomonga qo'yib ko'rish shart. Chunki bu tomondan qilganingiz bilan sizga 100% tayyor bo'lganga o'xshab ko'rinadi, lekin lampani olib bu tomonga qo'ysangiz, shagirinining oralari qolib ketgan bo'ladi, chalalari. Endi hozir buni kichkina pachoqda u narsa sezilmasligi mumkin, lekin kattaroq, uzunroq, chuqurroq chiziqda u aniq bilinadi. Bir tomondan ishlab bo'lmaydi. Kamida ikki tomondan ko'rishlik kerak. Shu chiziqqa, misol chuqur chiziq bo'lsa, chiziq bo'ylab ko'tarib bo'lgandan keyin bu tomonga qo'yiladi yoki bu tomondan qo'yib ko'riladi. Misol chizig'imiz mana bunaqa chiziq bo'lsa, buni ham lampani bu tomondan birinchi ko'tarib tekkizlab turib, keyin bu tomonga qo'yib ko'riladi yoki bunisi tomonga qarama-qarshi tomondan ko'rilsa, shagirinining oralari qoladi, o'shalar keyin teriladi. Chiziqni sentrida bo'lib, sentrini ko'tarayotgan bo'lsanglar, lampani shakli o'zgaryapti, bilyapsizlarmi? Chuqur yo'qolyapti. Mana shunaqa tarzda ko'tariladi. Agar
noto'g'ri ko'taradigan bo'lsanglar, shu chiziq qolib, chiziqni yonini ko'taradigan bo'lsanglar, ko'pchilik shunaqa yonini ko'tarib qo'yadi. Chiziq qolib ketadi, u chiziq yana ham chuqur bo'lib ketadi bu yengil chizig'imiz. O'shanga maksimalniy o'sha sentrini topib, sentrini ko'tarish kerak. Agar sentrini ko'tarsanglar, mana lampaning shakli shunaqa bo'lib o'zgaradi. Mana ko'ryapsizlarmi? Tekizlanyapti. Asosan ishni boshlayotgan paytimizda ishni buzmasdan boshlashlikka harakat qilishimiz kerak. O'shanda ishimiz ancha sifatli bo'lib chiqadi. Ko'ryapsizlar, deyarli tekis bo'lib ketyapti. Chunki bu chiziq yengil chiziqda shu tomondan qilib tugatib qo'ysa bo'laveradi, lekin chuqurroq chiziqlar bo'ladi, uni boya aytganimdek shunaqa yo'nalishda ko'tarish kerak 2 martalab. Mana. Ko'ryapsizmi, chiziq bo'ylab ketyapman. Keyin bunga qo'pollik qilish shart emas, faqat sekin-sekin ko'tariladi. Agar chiqmayapti deb qattiqroq bosib qo'yadigan bo'lsangiz, instrumentni uchi tashqariga o'yib chiqib qoladi. Mana o'yilib chiqib qoladi. Mana hozir ikkinchi chiziq, mana bu yerda birinchi chiziq bor edi. Birinchi chiziqni mana deyarli chiqardik. Tekis bo'lib chiqdi, lekin mana hozir sizlarga bir ko'rsatib bergan. Agar qattiqroq bosadigan bo'lsanglar, instrumentinglarni uchi shunaqa nuqta bo'lib chiqib qoladi. Qattiqroq bosadigan bo'lsanglar, hattoki kraskasini ham sindirishga olib boradi. Shunaqa. Bu mana ikkinchi chiziq, bu uchinchi chiziq. Eslatma, keyin bunaqa chiziqlarda горячий kley, холодный kley umuman torta olmaydi bunaqa chiziqlarni. Yopiq joy bo'lsa tortishi mumkin, lekin ochiq joy bo'ladigan bo'lsa, instrumentni o'zida qilgan afzalroq. Agar stoykada bo'ladigan bo'lsa, instrument kirmaydigan joy bo'ladigan bo'lsa, maksimalniy harakat qilib, kleyda tortib ishlasa bo'ladi. Lekin ochiq joyga kley shart emas. Nimaga desanglar, ochiq dostupli joy yumshoqda. Kleyni qo'yib, kley tortganlarda qattiq tortib olish mumkin. Qattiq tortib olsa, ob'yomini tashqariga ishirib qo'yadi. O'shaning hisobiga instrument tushadimi? Instrumentda qilgan yaxshi, ochiq joy bo'lsa. Hozir ko'rasizlar, mana ikkinchi chiziqni chiqarib ko'rsataman. Instrumentimiz shu, kirgizamiz. Chekkadan boshlab sekin-sekin ko'tarilaveradi. Nimaga ko'proq bosyapsiz instrumentni, o'zi chiziq bitta chizilib ketgan u bittadan ko'tarib qo'ysa bo'lmaydimi degan savol bo'lishi mumkin. Agar bitta ko'taradigan bo'lsam, manaqa nuqtaga o'xshab terilib qoladi. Men uni mayda tergan taqdirimda ham bitta nuqta bo'lib qoladi. Hali oldingi videolarda aytganimdek, instrument uchini katta kichikligi o'sha ninaning uchidaqa ingichka bo'ladi, o'zi asli bosganda dedim-ku, o'shaning hisobiga yonini birga qo'shib ko'tarib ketyapman chiziqda. Bir slot chiziqni o'zini ko'tarmayapman. Yonini atrofini qo'shib, lampaga moslab turib, keyin ko'taryapman. Agar uni shu bitta ko'tarib ketadigan bo'lsam, yonlari chala qolib ketadi. Unaqa ko'tariladigan chiziqlar ham bor. Bundan yengilroq chiziq bo'ladi. O'sha instrument qilib, buni ko'tarilganda shu o'zining razmerida ko'tarib beradi. Ammo birinchi qilganimda ko'proq hozirgi narsamni ko'proq ishlatdim, ko'proq instrumentni bosib ishlatdim. Chunki bu chiziq bundan ko'ra sal chuqurroq edi, bu ancha yengilroq. Buni ham oz qilaman, ko'rasizlar mana. Bu yengil chiziqlarda lampani bir tomondan qo'yib qilsa bo'laveradi, 100% tugatib olsa bo'ladi. Chalasi qolmaydi.
shunaqa yengil chiziqlari. Endi bundan ko'ra chuqurroq chiziq bo'ladi. O'yilib ketgan chiziq bo'ladi. Объемliroq chiziq bo'ladi. Ularda обязательно lampani kamida ikki tomondan ko'rib turib keyin qilish kerak. Mana chizig'imiz ancha chuqurroq bo'lib chizildi. Chuqurroq chiziq bo'ldi. Kalta chiziq uzunroq. Xullas bu chizig'imizda ko'tarish yo'li birinchi chizgan chizig'imga nisbatan sal farq qiladi, chunki bu chuqurroq. Birinchi tushuntirganimda chapdan boshlab bu tomonga qarab to'nni ko'tarib oladigan bo'lsak, chiziqda chuqurligini hisobiga bu chiziq tashqariga qovun bo'lib ishib qoladi. Ishib qolmasligi uchun bu nima qilish kerak? Kalta-kalta qilib ko'tarish kerak. 250 ko'tariladi. Shu 250 joyi ozgina qisman ishadi chuqurligini hisobiga. Keyin o'shani qalamchada cho'ktiriladi. Cho'ktirilgandan keyin yana yonini qo'shib turib ko'tariladi. Bu shunaqa qilib qaytariladi. Mana 4 ga bo'lib qilinadi. Hammaga assalomu alaykum. Bugun mana ikkita miyatinani ikki xil yo'l bilan chiqarishdi. Ko'rsataman. Shu birinchisini mana qo'limdagi turgan dayamalar orqali chiqaramiz. Bu faqat chuqur patoq uchun ishni yengillashtirib beradi xolos. Faqat bu ochiq joy bo'lsa ishlaydi. Agar yopiq bo'lib temir taylariga bu imkonsiz. Faqat instrument o'zida ishlashi kerak. Hozir men buni bittasini shu qo'limdagi instrumentda chiqaraman. Ikkinchisini faqat kruchoy orqali o'zini chiqarib ko'rsataman. Xullas bu kattasini buni tagiga qo'yamiz va bu bilan uramiz. Pachoqdan ancha yengillashtirib beradi. Orqasidan qo'yib itamiz. Ancha chuqurini yengillashtirib berdi. Endi shagirini terib qo'yilsa, xudo xolasa, ishmasdan chiqadi. Endi deylik yopiq joy bo'ladi. Deylik, tasavvur qilaylik, bu yopiq joy, bu instrumentimiz sig'maydi, kattalik qiladi. Yopiq joy yoki qisqa joy bo'ladi, kalta joy. Bu yerga faqat instrument o'zi sig'adi. Hozir instrumentni o'zida ko'tarib, buni ham ko'rsataman, ko'rasizlar. Buni hozir shagirini tersa bo'ldi, ish bitdi o'sha. Ishirmasdan akkuratli chiroyli bo'lib chiqdi. Ko'rib turibsizlar, bu ancha o'yilgan pachoq. Buni instrument kruchoyda ko'taradigan bo'lsa, ancha qovun bo'lib ishib ketib qoladi. Buni endi urib chiqarib ko'ramiz. Foydasini bilasizlar mana. Orqasiga qo'yib, o'sha center joyiga itariladi mana. Ko'rinyaptimi? Itariladi, mana bunda uriladi. Ozgina qizdirib olish kerak edi, qizdirganim yo'q. Mana hozir yengil nuqta bo'lib qoldi. Ishimizni ancha yengillashtirdi. Endi buni instrument o'zida ehtiyotlab ko'tarib qo'yilsa, ish chiroyli bo'lib o'xshaveradi. Buni yordami shunaqa pachoqlarga ancha asqotadi. Endi shunisiga e'tibor berasizlar, mana sentrni ko'tarib turibman. Mana hozir qatirdim. Atrofida jichcha balandligi bor. Buni shu turgan holatda instrumentni chiqarib, qalamchada ozgina o'tirgizib olamiz. Agar buni qalamchada o'tirgizib olmasdan primoy ko'tarib oladigan bo'lsam, bu chuqur pachoq tashqariga qovun bo'lib ishib qolish ehtimoli bor. Xo'sh, endi mana urib oldik. Birinchi etapda ko'targanimdan ko'ra hozir ikkinchisini ko'taraman. Ikkinchisini ko'tarish osonroq bo'ladi birinchisiga nisbatan. Chunki birinchisida ko'targanimda ozgina sentrni ko'tardim, yana atrofini o'tirgizdim, sentrini urmadim.
O'shani hisobiga hozir ikkinchisini ko'taraman, mana o'sha yengil harakat bossam ham mana ilgarigi holatiga qaytyapti. Mana hozir ko'taraman ko'rasiz. Birinchi etapda ko'tarayotgan paytimda atrofi bundan ko'ra balandroq bo'lib ishlatuvdi. O'sha o'tirgizib olganim hisobiga endi ishmayapti tepaga. Atrofini yana ozgina o'tirgizish kerak. Necha balandligi bor. Chiqdi endi mana sentrini olib chiqdim. Atrofini yana ozgina o'tirgizish kerak. Necha balandligi bor. Endi buni bu yog'iga shagrin teradigan instrumentdan foydalanamiz. O'shanda teramiz. Ko'rsat. Shagrinni teramiz. Ko'targanlarimizni oralarini sekin-sekin ko'tarib terib chiqamiz lampaga moslab. Ehtiyotlar. Ko'ryapsizlar, o'zgaryapman. Agar shunaqa tempda ozgina ko'tarib, ozgina o'tirgizib qilinadigan bo'lsa, ancha muncha cho'zilgan pachoqlar ishib qolmasdan chiqadi. Ko'ryapsizlar, deyarli ishmadi. Oddiy miyatina qoldi hozir. Qo'shib terib qo'ygani, kichkina yengil. Haligi ilgarigi holatdan ko'ra ancha yengil holatga keldi. Buni endi terib qo'yish ancha deyarli ishmadi. Oddiy miyatina qoldi hozir. Qo'shib terib qo'ygani, kichkina yengil. Haligi ilgarigi holatdan ko'ra ancha yengil holatga keldi. Buni endi terib qo'yish ancha oson. Ko'rib turibsizlar, xullas deyarli tayyor. Buni hozir to'liq tugataman desam, vaqtimiz chegaralangan. Video juda ham uzoq bo'lib ketyapti. Xullas bir 80-60%, 80% tayyor bo'ldi. Eng muhimi ishmadi. Yangi boshlab turgan shogirdlarning eng katta qiladigan xatosi shagrinda maydalayotgan paytda instrumentni mana ko'rsatib soladi. Solgandan keyin instrument qo'liga upori zo'r kelgandan keyin shu bir tomondan boshlab ko'taradi. Mana masalan sizlarga hozir ko'rsatib ketaveraman, mana ko'rinyapti. Bitta ko'taradi, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6, 7, 8, 9, 10 qiladi. Keyin pastga tushadi. Bu yoqqa boradi keyin. Keyin pastga tushib yana bu tomonga boradi. Yo'l qilib tashlaydi bu narsa. Ko'tarib turgan narsa o'ziga bilinmaydi, lekin lampani o'sha chiziqqa moslab qo'ysa, shuni nagli sotib beradi. Bu chiziq shunaqasiga bo'lishi mumkin yoki bunaqasiga bo'lishi mumkin, bunaqasiga farqi yo'q. Instrument solganda qo'li udobniy, asa qulay kelgan joydan ko'tarib ketaveradi. Yo'l qilmaslik uchun aylantirib ko'tarish kerak. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta qilib aylanpasiga aylantirib ko'tarish kerak. Shu mana pastga tushib, mana oralari turibdi-yu, oralarini o'zini ko'tarish kerak. Keyin shagrin bo'lib, buni bunaqa sifatga kiradi. Shu o'rganib turganlar xatosi shunaqa. Hammaga assalomu alaykum. Yangi o'rganib turgan
ustalar uchun ozgina foydali video olmoqchi bo'ldim. Chiziq pachoq uzun bo'lib chizilgan, chuqurligi bor, chuqur ancha. Buni chiqarishda bir chegasidan boshlab shunaqa razmerda ko'tariladi. Lampani shu chiziqqa moslab qo'yib ko'tarib tekizlanadi, keyin yana shuncha joyi qo'shiladi. Bu chiziqni chiqarganlarda обязательно ozgina tepaga ishib qoladi. O'sha ishig'ini ham cho'ktirib, tekizlab turib, keyin ikkinchi etap ko'tariladi, ikkinchisiga, keyin uchinchisiga. Shunaqa qilib davom ettiriladi. Agar bittada uni ko'tarib oxirida keyin baland joyini o'tirgizaman deydigan bo'lsalar, detal cho'zilgan, birinchidan, ikkinchidan u tepaga chiqarganlik hisobiga 2 marta cho'zilgan bo'lib qoladi. Keyin ishig'ini qaytarishinglar ancha qiyin bo'ladi. Shu aytganimdek, ozgina razmerdan bo'lib ko'tarib keriladi. Chiziqni shunaqa lampani qo'yib ko'targandan keyin lampani bu tomonga yoki bu tomonga qaysi biri qulay bo'lsa, lampa qo'yiladi. Xuddi shu birinchida aytganimdek, kalta qilib keyin lampani bu tomondan ko'rib, oralarida shagrinlarni, chalalari qolgan bo'ladi. O'sha chala joylarini terib chiqiladi. O'sha ozgina qilib teriladi. Bunda ham mana bitta terib oxirida keyin bolg'a ishlataman, o'tirgizaman deydigan bo'lsanglar, bu ham xato. Chunki detal ishib qovun bo'lib ketadi. Agar bergan ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta biz xursandmiz. Hammaga assalomu alaykum. Hozir shu pachoqni kruchok orqali chiqarishni ko'rsataman. Kuzatib turing. Xayra. Assalomu alaykum. Kecha urgan miyatinani bugun chiqarishni ko'rsataman. Fenni qizdirib olamiz. Yaxshilab qizdirib olamiz sindirmasligi uchun. Atrofini o'tirgizamiz endi. Xudo xolasa chiroyli bo'lib chiqdi mana. Qo'limda hozir 3 xil qalamcha. Uchala qalamchani ham o'zini ishlaydigan joyi bor. Birinchi bunisidan boshlayman. Bunisi объемliroq baland ishiq joyiga ishlatiladi. Nasatkali. Ikkinchisi bu shagrin terganda ko'proq ustalar uni ishlatadi. Temir qalam. Ehtiyot bo'lib ishlatish kerak, chunki kraskasiga ziyon yetib qolish ehtimoli bor agar noto'g'ri urganda. Uchinchi qalamimiz bu xadovoy qalam. Buni deyarli hamma miyatinachi ishlatadi. Rezultati zo'r. Любой balandlik shishkaga ishlaveradi. Shagrin tergani ham zo'r. Boshqasiga ham xullas universal qalam. Turkiyaniki. Bu ham Turkiyaniki. Bu Xitoydan kelgan. Qalamchani qo'yib ustiga urgani eng qulay variant shu yog'ochdan bo'lgan uradigan qulayroq. Malatoyda ham ursa bo'ladi. Kimga qanaqa, hamma har xil ishlatadi. Lekin yog'och udar bilan temir udarni farqi bor. Shu ishimiz davomida farqini sezganmiz. Yog'ochda yumshoqroq boradi. Temirda uradigan bo'lsak, qalamchalarning uchi ikkalasidagi temir udar boshqacharoq, qattiqroq boradi yog'ochga nisbatan. O'shanga ko'proq shu uradigan taxtadan foydalanamiz. Bu shu PDR uchun chiqarilgan bu yog'och. Endi hozir shu ishiqni shu qalamchani o'zida o'tirgizib ko'rsatib beraman. Videoda oxirigacha ko'ringlar.
Bunaqa ishiqlarga asosan ko'proq shu qalamcha ko'proq yaxshi ishlaydi. Chunki plastmassa kraskasiga ziyon yetkazib qo'ymaydi. Temir qalam ishlatadigan bo'lsak, kraskaga ozgina ziyon yetkazib qo'yish ehtimoli ko'proq. Bu ham bu yerga ishlamaydi. Buni boshqa joyi bor asosan. Qalamchani shu qo'limiz bilan shunday ushaladi. Ushab, balandlik joyiga qo'yilib, ko'rib turibsizlar mana. Bitta urib ko'tariladi. Mana. Yengil urishlikni tavsiya qilaman, chunki agar qattiq urib oladigan bo'lsak, nuqta bo'lib, miyatina bo'lib qolish ehtimoli bor. O'shanga yengil harakat kerak. Hozir mana uraman, ko'rasizlar, lampada ko'rinishi bilan. Aytganimdek, qo'l shunday turibdi. Yog'och qulaydi malatoyga nisbatan. Malatoyning kallasi kichkina bo'ladi, tushib ketib qolishi mumkin. Qo'lni shunday qo'yib, shunaqa etapda davom etadi mana. Endi temir qalamni ham ishlatib ko'ramiz. Mana hozir endi temir qalamda urib ko'raman. Temir qalamda ham, plastmassa qalamda ham bir xil urib ko'raman. Tekis joyda farqini ko'rasizlar. Adashtirib olmasligingiz uchun temir qalamda tekis tomonda uraman. Plastmassa qalamda bu miyatinasi bor tomonni uraman. Farqini ko'rasizlar. Temir qalamda urib bo'ldik, endi plastmassa qalamda uramiz. Miyatinasi bor tomonga uramiz buni. E'tibor bergan bo'lsanglar, ikkalasiga ham bir xil udarda, bir xil yonma-yon joyda urdik. Endi mana rezultatini mana bitta ko'rasizlar. Bu tomonimiz temir qalamda urilgan, bu tomon plastmassa qalamda urilgan. E'tibor bergan bo'lsanglar, plastmassa qalamda urgan tomonimiz kraskasiga ziyon yetmagan, shagrini ham buzilmagan. Endi mana temir qalamda urgan tomonimga e'tibor bersanglar, izlari bor. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlar, nuqta-nuqta. Mana. Endi ko'rindi. O'shanaqa nuqtalar hosil qilib qolishi bor. Endi buni yaxshilab 3 millik qog'ozda ishlab polirovka qilinsa yo'qolib ketadi-yu. Lekin zavodskoy kraskasiga qisman ziyon yetkazib qo'yadi. Plastmassa qalamda lekin bunaqa holat kuzatilmaydi. Hammaga assalomu alaykum. Foydali videolarda davom ettiramiz. Hozirda bizda shunaqa miyatina. Bu hozir trekkerning krilosi. Bu joyda ob'yomini chiqarilgan, endi kile buni torta olmaydi. Uje kileda ish tugagan joy. Bu xoh eshikda bo'lishi mumkin, boshqa joyda bo'lishi mumkin. Detalni hozir menda krilo borligi uchun kriloda ko'rsatyapman. Nasatkalik instrument bo'ladigan bo'lsa, nasatkasiga rezinkali nasatka qo'yib turib, qizdirib ko'tarsa yaxshi effekt beradi. Hammada ham nasatkalik narsa yo'q bo'ladi. O'rnida nima qilish kerak? Xo'sh, instrument uchiga manaqa lata o'rash kerak. 2 qavat yoki 3 qavat qilib qizdirib turib ko'tarsa, kraskasi sinmasdan ish chiroyli bo'lib chiqadi. Ko'pchilik hozir mana izolent o'raydi yoki skoch o'raydi. Skochdan ko'ra buni effekti zo'r ishlaydi. Bu teshilib qolish ehtimoli bor. Buni qanaqa joylarga ishlatish foydaliroq bo'ladi? Masalan, dostуп yopiq joy, instrument o'zi kiradi, kirgan joydan shuni o'rab turib ishlatsa bo'ladi. Bu lata sig'maydi. Agar dostуп bor, ochiq, bo'shliq joy bo'ladigan bo'lsa, instrument bemalol kiradigan bo'lsa, lata bilan kirgizib ishlasa,
ish chiroyli chiqadi. Shagriniga ziyon yetmasdan chiroyli qilib chiqarsa bo'ladi, qizdirib turib. Instrument o'zida ko'taradigan bo'lsanglar, instrument o'zi kraskasini sindirib qo'yish mumkin. Shunaqa chuqur miyatinalarda. O'shani hisobiga instrumentni shunda o'rab olib, birinchi etapini, объемini tekis qilib chiqariladi. Chiqarilgandan keyin holatiga qarab yana qizdirib turib, latani bir qavat yoki instrument o'zida shagrinini terib qo'ysa, ish xudo xolasa chiroyli bo'lib chiqadi.